Xotinim bilan yaqinlik qilaman deganimda hattoki ereksiya ham bo'lmaydi. Yosh oila, ya'ni turmush qurganlariga 2 yil bo'lgan, lekin haligacha homiladorlik yuzaga kelmaganligi tufayli qaynona xavotirlanib olib keldi. Qizini tekshirishni boshladik. Tekshirsak, hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Keyin kuyovni urug' sifatini tekshirib bo'lgandan keyin ko'rsaklar, u yerda shunaqangi darajada yomon ko'rsatkich, farzand bo'lmasligi sababi shu erkakning urug' sifati bilan bog'liqligini ko'rdik. Nima uchun sizda bunaqa, qanaqadir bir muammoingiz bormi? Nimaga bunaqa urug' sifati yomon desaklar, xotinim bilan yaqinlik qilaman deganimda hattoki ereksiya ham bo'lmaydi. Yoshligimdan beri shu har xil kinolarni ko'rib o'zimni qoniqtirishga o'rganib qolganman. Har kuni shu bilan shug'ullanmasam o'zimga kelmayman. To'y bo'lganimgacha har kun qilardim, to'y bo'lganimdan keyin kamroq qilishga harakat qilyapman, lekin men bu odatni hech tashlab bilmayapman deb shikoyat qildi. Bunaqa holat o'zi fanda porno qaramlik deb ataladi. Hozirgi zamonaviy texnologiyalar asrida mana shunaqa holatlar juda ham ko'p uchramoqda. Bitta narsani xohlab qolardim, shu hozirgi zamonaviy internet asrida ota-onalar, ayniqsa o'g'il farzand tarbiya qiladigan ota-onalar o'z farzandlariga nisbatan nazoratni kuchaytirishlarini, ular bilan ko'proq suhbatlar olib borishsalar agar, mana shunaqangi ayanchli holatlar yuzaga kelmas deb o'ylayman.